Cannavaro. Tanaffusda futbolchilardan doim qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishni so'radim. Cannavaro. Tanaffusda futbolchilardan doim qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishni so'radim. O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Gabonga 3-1 qarshi bellashuvdan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugun birinchi bo'limda himoyaviyda biroz xatolar kuzatildi. Tanaffusda qanday ko'rsatma berdingizki, ular ishonch bilan harakat qilishni boshlashdi va Jahongir O'rozovning o'yiniga to'xtalib desangiz. Birinchi bo'limda o'zimizga ishonmagandek harakat qildik. E'tibor to'liq emasdi. Tanaffusda ularga har doim qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerakligini aytdim. Vaziyatni o'zgartirish uchun taktika tomonlama o'zgarishlar qildik. Biz har doim maydonga g'alaba uchun chiqishimiz kerak. Shuningdek, bir xil motivatsiya bilan chiqish kerak. Bunday beqarorlikka yo'l qo'ymasligimiz zarur. Masalan, so'nggi daqiqalarda ko'rdingiz. O'yin bizning nazoratimiz ostida o'tayotgan edi, lekin juda ham xavfli hujumlar bo'ldi. Zamonaviy futbolda standart vaziyatlar jamoalarning asosiy qurollariga aylanib bormoqda. Bugun jamoa ham 2 gol urdi. Bu futbolchilarning mahorati evaziga bo'ldimi yoki buning ustida ish olib borilyaptimi? Albatta, biz mashg'ulotlarda barcha jihatlar bo'yicha ishlaymiz. Agar bir mavsum davomida 40 yoki 45 gol urish mumkin bo'lsa, uning uchun yaxshi hujumchi kerak. Hozir bizda 2 yoki 3 kun vaqt bor tiklanish uchun, hamda keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rishimiz zarur. Bo'lajak bahslarda ko'plab futbolchilar imkon berishingizni aytgandingiz. Bugun esa dastlabki o'zgarishlar 76-daqiqada amalga oshirilmoqda. Bu kech emasmi? Bugun zaxiradan 8 o'yinchi maydonga tushdi. Albatta, men sizning fikrlaringizni hurmat qilaman. Men juda ham ko'p o'yinchilarni chaqirganman. Agar siz mening o'rnimda bo'lganingizda, boshqacha fikrlar bilan bo'lardingiz. Gabon milliy jamoasi haqida fikringiz qanday? Gabon milliy jamoasining o'yinlarini tomosha qilib chiqdik. Albatta, o'yinchilarda mahorat bor. Ularning qanday o'ynashi va yaxshi jihatlari bor. Aytish kerakki, ularga qarshi maydonda o'ynash qiyin bo'ldi. Bugun Gabonga qarshi ham jismoniy tomonlama ayrim paytlarda imkoniyatni boy berdik. Murabbiy bu ustida qanday ishlar olib borishyapti? Bu normal holat. Shu sababdan har doim barchaga tushuntirishga harakat qilamiz. Siz Yevropa yoki Afrika jamoalariga o'ynasangiz, jismoniy farq juda ko'zga tashlanadi. Agar biz 100% tayyor bo'lmasak, biz qiynalishimiz aniq. Abduqodir Husonov keyingi o'yinga qaytadi. Biz Venesuelaga qarshi o'yinda yana yangi nomlar ko'rishimiz mumkinmi? Jahongir O'rozov kabi futbolchilar singari. Hozir o'yinchilarimiz qayta tiklanishi kerak. Yaxshi uxlab, dam olishlari zarur. Ertaga ertalab mashg'ulotimiz bor. Bizda hali ham tiklanish davom etadi. Biroq bizning asosiy e'tiborimiz yangi o'yinchilarni ko'rish. Lekin o'z navbatida muvozanatni ham saqlashimiz kerak. Aytalik, biz yutqizib qo'ysak, sizlar, jurnalistlar, muallif, menga e'tiroz bildirishingiz tabiiy. Bu mening juda ko'p o'yinchini almashtirib yuborganim uchun ro'y beradi. Shu sabab har doim o'ylagan holda eng yaxshi yechimni topishga intilaman, deydi Cannavaro. Teddy Averland. Standart vaziyatlar tufayli bizdagi ustunlikni O'zbekiston tortib oldi. Gabon terma jamoasi hujumchisi Teddy Averland FIFA seriyasi doirasida O'zbekistonga qarshi o'yindan so'ng 1-3 o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'yin haqida qanday fikrdasiz? Juda qiyin o'yin bo'ldi. Borimizni berishga harakat qildik, lekin yaqinda nima bo'lganiga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Birinchi bo'limda gol urdingiz. Jamoangiz hujumda raqibdan ko'ra samaraliroq o'yin namoyish etdi nazarimda, lekin yaqinda 3 ta gol o'tkazib yuborildi. O'yin nazoratini yo'qotilganiga nima sabab bo'ldi? Menimcha, O'zbekiston standart vaziyatlarda bizdan yaxshiroq harakat qildi. Raqib standart vaziyat, adashmasam, jarima zarbasi orqali hisobni 1-1 qilishga erishishdi. Keyin yana bir standart vaziyatdan so'ng 2-1 hisobida oldinga chiqib olishdi. O'ylashimcha, aynan shu narsa bizga qiyinchilik tug'dirdi va ular o'yin nazoratini o'z qo'llariga olishga muvaffaq bo'lishdi. O'zbekiston terma jamoasini sobiq mashhur futbolchi Fabio Cannavaro boshqarmoqda. Uning jamoasi himoyasini yorib o'tish yoki ularga qarshilik qilish qanchalik qiyin? Ularda o'ziga xos himoya tartib intizomi borligi sezilib turibdi. Hujumchi sifatida doim ortimda bitta himoyachi taqib qilib yurdi. Ular har doim meni ko'z ostida ushlab turishga harakat qilishdi. Himoya chizig'ida ularni aynan kuchli himoyachi boshqarayotgani bilinib turibdi.